Boburning kelib chiqishi va o'lmaligi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil Andijon shahrida tug'ilgan. U Temuriylar sulolasiga mansub bo'lib, Amir Temurning avlodlaridan hisoblanadi. Bobur juda yoshligidan ilmli muhitda ulg'aygan. Uning otasi Umar Shayx Mirzo ham ilm-fan va adabiyotga e'tibor bergan hukmdor bo'lgan. Bobur bolaligidan o'tkir zehnli, kuchli xotirasi va kuzatuvchanligi bilan ajralib turgan. U ko'p kitob o'qigan, tarixiy voqealarga qiziqqan va she'r yodlashni yoqtirgan. Aynan bolalik davrida shakllangan bu qiziqishlar keyinchalik uning adabiy iste'dodini yuzaga chiqargan. Boburning ta'limi va adabiyotga chuqur kirib borishi. Bobur arab, fors va turkiy tillarini mukammal bilgan. Bu tillarda yozilgan asarlarni erkin o'qiy olgan. U adabiyotga faqat shoir sifatida emas, balki bilimli mutafakkir sifatida qaragan. Bobur hukmdor bo'lsa ham ilmni hech qachon chetga surmagan. Harbiy yurishlarda ham u kundalik yozib borgan. Ko'rgan joylari va odamlarini tasvirlab yozgan. Bu yozuvlar keyinchalik adabiy asarga aylangan. Bobur uchun so'z, fikrni yetkazishning eng kuchli quroli bo'lgan. Bobur shoir sifatida juda sermahsul ijod qilgan. U g'azal, ruboiy, masnaviy va tuyuq janrlarda asarlar yozgan. Uning she'rlarida hayotning achchiq haqiqatlari, vatanni sog'inish, ayriliq, muhabbat va sabr mavzulari asosiy o'rinni egallaydi. Bobur she'riyatining sun'iy bezaklaridan xoli bo'lib, juda samimiy. U ko'pincha o'z ichki kechinmalarini yashirmay yozgan. Shu sababli uning she'rlari tinglovchining qalbiga tez yetib boradi. Bobur she'rlari bugungi kunda ham o'qilib, o'rganilib kelinmoqda. Boburnoma adabiyotdagi noyob asar. Boburning eng mashhur asari Boburnomadir. Bu asar xotira janrida yozilgan bo'lib, unda Bobur o'z hayotini, boshidan kechirgan voqealarni va tarixiy jarayonlarni batafsil bayon qiladi. Boburnoma faqat tarixiy asar emas, balki adabiy asar ham hisoblanadi. Unda tabiat tasvirlari, inson xarakterlari va jamiyat hayoti juda jonli tasvirlangan. Asarning tili oddiy va ravon bo'lgani uchun o'qishga ham, tinchlanishga ham qulay. Boburning tili, uslubi va adabiy mahorati. Bobur chog'ida turkiy tilining rivojiga katta hissa qo'shgan. U bu tilda sodda, ravon va xalqona uslubda yozgan. Murakkab so'zlardan qochib, fikrni aniq tarzda ifodalangan. Bobur tabiatni tasvirlashda juda mohir bo'lgan. Bog'lar, tog'lar, daryolar va gullarni tasvirlaganda o'quvchi ko'z oldiga aniq manzara keladi. Boburning eng katta fazilatlaridan biri bu rostgo'ylik. U o'z kamchiliklarini ham yashirmay yozgan. Zahiriddin Muhammad Boburning adabiyotdagi o'rni va umumiy xulosa. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek adabiyotining eng buyuk namoyandalaridan biridir. U Alisher Navoiydan keyingi eng yirik chig'atoy adibi sifatida e'tirof etiladi. Bobur adabiyotiga hayotiylik, samimiylik va haqiqatni olib kirgan. Boburning adabiy merosi bugungi yoshlar uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Uning asarlari insonni ilmga, sabr-toqatga va so'zning qadriga yetishga o'rgatadi. Shu sababli Bobur ijodi asrlar davomida qadrlanib kelmoqda. Tabiat va inson. Boburning o'zini birinchi g'azalida tabiatni go'zallik va hayot manbai sifatida tasvirlaydi. Bu esa uning estetik qarashlarini ochib beradi. Oftob chiqqanda gulzorlar yuz ochib, ko'ngil gulshanida umidlar gullab, bahor nafasi, yangi kun muborak, har yon ishq aro, hayot yangilanib. Hajra aro oromu qarorim yo'qtur. Vasliga yetarga ixtiyorim yo'qtur. Kimga ochayin rostki, yo'q mahram rost, g'am kimga deyiniki, g'amg'usorim yo'qtur. Bu g'azalda Zahiriddin Muhammad Bobur ayriliqdagi insonning ruhiy holatini tasvirlaydi. U sevgilisidan uzoqda bo'lgani uchun qalbida tinchlik ham, sabr ham yo'q, lekin unga yetib borishga imkon ham topa olmaydi. Eng og'iri, u dardni aytadigan ishonchli odam ham yo'q. Na sirni ochadigan yaqin kishi, na g'amini yengillashtiradigan hamdard bor. Shuning uchun g'azalning umumiy mazmuni hijron azobi, yolg'izlik va ichki iztirobni hech kim bilan bo'lisha olmaslik haqidagi alamli kechinmalarni ifodalaydi.
Muhabbat va tasavvuf. Ikkinchi g'azalda Bobur muhabbatni ruhiy va tasavvufiy tajriba sifatida tasvirlaydi. Bu uning asarlarida muntazam uchraydigan mavzu. Ko'zlaringda ko'rdim o'sha yorug' olamni, ishq olovi bilan yonar ko'nglim qalamni. Bu dunyoda meni boshqacha ko'rishga sabab bo'lding aziz ruhiy kamolot sari. Bobur bu misralar orqali sevgilining go'zalligini, uning ko'zlarida ko'ringan yorug' olamni tasavvur qiladi. Bu tajriba unga nafaqat insoniy, balki ilohiy muhabbatni ham tuyish imkonini beradi. Muhabbat Bobur nazdida ruhiy ozodlikka va shaxsiy kamolotga eltuvchi kuchdir. Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallarida o'zining ichki dunyoqarashini, estetik va tasavvufiy qarashlarini mahorat bilan ifoda etadi. Uning asarlari orqali ko'rsatilgan tabiat va inson tajribalar, shuningdek muhabbat va ruhiy ozodlik mavzulari adabiyotshunoslar va o'quvchilar uchun chuqur ma'lumot tushunchalar manbai bo'lib xizmat qiladi. Bobur she'riyatining bu xususiyatlari uning asarlarini nafaqat tarixiy va madaniy, balki ilmiy jihatdan ham o'rganishga arziydigan qiladi. Uning g'azallari zamonaviy adabiyotshunoslikda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Chunki ular inson tafakkurining universal jihatlarini o'zida mujassamlashtiradi va zamonaviy o'quvchi bilan chuqur ma'naviy aloqa o'rnatish imkonini beradi. Bobur g'azallarining poetik strukturasi va tilning o'ziga xos xususiyatlari. Bobur she'riyatida tilning boy va ifodali qo'llanilishi uning asarlari uchun xos bo'lgan muhim xususiyatlardan biridir. Uning g'azallarida foydalanilgan so'zlar va iboralar uning zamonasidagi adabiy tildan farqli o'laroq aniq va teran ma'nolarni ifodalashga qodir.